Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun allergiya va o'ziga qarshi immunitet kasali degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi allergiya va o'ziga qarshi immunitet kasalininki qandaq bir kasallik ekanligi, uninki sabablari va ko'p uchraydigan allergiya va o'ziga qarshi immun kasallari ularni bartaraf qilish to'g'risida qisqacha oddiy qilib bir tushuncha berib o'tma. Chunki bu biz eng ko'p anglayotgan kasalliklarninki biri bo'lib, ko'pinchimizda buninki qandaq bir kasal ekanligi, qandaq paydo bo'lganligi to'g'risida aniq bir tushuncha yo'q. Shu sababdanmi uni bartaraf qilishda chorasizlik sababidan har qanday narsalarni sinab boqadigan ahvollar mavjud. Agarda biz bu kasalga nisbatan aniq bir tushunchaga ega bo'lsak, uninki kelib chiqish sababini bilsak, anandan keyin shuningga qarab bartaraf qilishimiz, ya'ni qalayimqan bir narsalarni sinab vaqt ovar qilmasligimiz mumkin. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Allergiya deganimiz sezgirligi ishib ketish yoki ziyoda inkas qaytarish degan ma'nodagi so'z bo'lib, u badanning immunitet kuchi yoki kasalga qarshi turish kuchining bak sezgir bo'lishi natijasida badanga kirgan kasal paydo qilguvchi omillarga nisbatan ziyoda inkas qaytarish sababidan badanda paydo qilgan zaxma yoki reaksiyadir. Ya'ni badanimizningki kasalga qarshi turish yoki immunitet kuchining badanga kirgan kichikkina omillarga yoki kasal paydo qilguvchi sabablarga nisbatan haddidan ziyoda inkas qaytarish natijasida kelib chiqqan badandagi zaxma va reaksiyadir. Mundaqcha aytgan vaqtida bumu badanimizning o'zini qo'g'dash jarayonida o'zini zaxma qiladigan bir xil ahvol. O'ziga qarshi immunitet kasali deganimiz badanning immunitet kuchi yoki kasalga qarshi turish kuchining bak sezgir bo'lib ketishi natijasida o'z badanini kasal paydo qilguvchi yoki badanga ziyon solg'uvchi deb xato tonib qilib, o'ziga qarshi turish sababidan kelib chiqqan har qanday kasallikni ko'zda tutadi. Ya'ni o'ziga qarshi immunitet kasal degan vaqtida u bir xil kasal bo'lmasdan, balki kelib chiqishi o'xshash bo'lgan nurg'unlagan kasalliklarninki o'rtaq ismi. Buni inglizchada autoimmune disease deb ataymiz. Bu kasal doirasiga kiradigan kasalliklar burun garchi uningki sababi aniq bo'lmaslik sababidan uningga aniq bir diagnoz qo'yilmagan bo'lsa-mu, ammo bu tibbiy sohaning taraqqiyot natijasida burun aniq diagnoz qo'yilmagan nurg'un kasalliklarniki aslida shu badanning o'ziga qarshi turish immunitet kasali doirasiga kiradiganligi aniqlanmoqda. Bu bir keng doiradagi kasallik bo'lib, men keyingi nimamda leksiyaning keyingi qismida bu jihatda ko'p uchraydigan ba'zi kasalliklarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'taman. Normalda badanning immunitet kuchi yoki kasallikka taqobil turish kuchininki vazifasi badanni har xil kasal paydo qilguvchi omillardan qo'g'dab, salomatlikka kafolat qilish bo'lib, agar badanning immunitet kuchi yoki kasalga taqobil turish kuchi ojiz yoki to'g'in bo'lgan vaqtida badanni kasallikdan qo'g'day olmaydi.
Neticede insanlar kesel boludu. Şu sebepten insanlar bedenning immunit kuchini yoki kasalga taqobil turish kuchini yuqori ko'tarishga tirishadi. Ammo agar bedenning immunit kuchi yoki kasalga taqobil turish kuchi haddidan ziyoda sezgir bo'lgan vaqtida badanga kirgan kasal paydo qilguvchi omillarga ziyoda inkos qaytirib bedenning o'xshamagan darajada zaxmlanishni keltirib chiqardi yoki badanda o'xshamagan darajadagi zaxmlarni paydo qiladi. Bu ziyoda inkosdan kelib chiqqan zaxma allergiya deb ataladi. Ya'ni biz allergiya yoki sezgirlikka ishib ketish deganimiz badanimizningki o'zini qo'g'dash jarayonida ziyoda inkos qilishidan kelib chiqqan zaxmidir. Undaqda ko'p uchraydigan allergiyaga allergiya doirasiga tava kasalliklar nimalardan iborat degan vaqtida bu xil kasalliklarning turlari nihoyat ko'p bo'lib, men bu yerda muhim bo'lgan yoki ko'p uchraydigan bir qism kasalliklarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Uning birinchisi universallashtirib atalgan allergiya. Yani bu allergiya mu konkret sebepleri tepilmay faqatla allergiya ekanligini bilgan shu ahvollarning hammasini biz universallashtirib allergiya deb ataymiz. Ikkinchisi allergiyalik reaksiya. Uchinchisi ziqqa kesili. Bu ziqqa kesili degan shu bumu cho'nglarda uchraydigan ziq kesilini ko'rsatgan bo'lsa, anandan keyin bolalarda uchraydigan ziqqa kesilimi bu allergiya doirasiga kirdi. Beshinchisi ost xarakterlik yo'tal, oltinchisi ost xarakterlik burun yallig'i, yettinchisi ushshuk, ya'ni qishda qo'l putlarimizda paydo bo'lib qolgan sovuq temperatura. Sakkizinchisi dori allergiyasi, ya'ni doriga allergiya qilish. To'qqizinchisi muhit allergiyasi, ya'ni atrofimizda yashayotgan muhitga allergiya bo'lish. O'ninchisi badan chiniq turish ziqqisi, ya'ni faqat badan chiniq turish sababidan qo'zg'aldigan yoki badan chiniq turish bilan munosabatlik bo'lgan ziqqa. 11-si yemaklik allergiyasi, ya'ni ba'zi kishilarniki ba'zi yemekliklarga bo'lib dengiz mahsulotlarga bo'lgan allergiyasi. 12-si gul chechak allergiyasi. 13-si burun tutib qilish. 14-si hayvon tukiga allergiya bo'lish. 15-si ko'z parda yallig'i, ya'ni ko'zi qizirib qilish. 16-si allergiyalik o'pka yallig'i. Bular shu odatda bizning hayotimizda ko'p uchraydigan allergiya doirasiga tava kasalliklar. Agar badanning immunit kuchi haddidan ziyoda sezgir bo'lgan vaqtida badanga kirgan kasal paydo qilguvchi omillarga ziyoda inkos qaytirib badanda o'xshamagan darajada zaxmlarni paydo qilgandan boshqa ba'zi ahvollarda badanning ma'lum qismini, ya'ni badanimizning o'zimizning kasalga taqobil turish yoki immunit kuchimiz badanimizning ma'lum qismini, ya'ni badandagi ma'lum hujayra yoki to'qilmalarni kasal paydo qilguvchi dushman omil deb xato to'nib qilib, ularga xato hujum qilish orqali badanda ba'zi zaxma yoki kasalliklarni paydo qildi. U kasalliklar o'ziga qarshi immunit kasali deb ataladi. O'ziga qarshi immunit kasali yolg'iz bir xil kasal bo'lmasdan, men yuqorida o'tgandagidek yuqorqi o'xshash sabablar tufaylidan paydo bo'lgan ko'plagan kasalliklarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu o'ziga qarshi immunit kasali, autoimmune disease deganimiz yolg'iz bir xil kasal bo'lmasdan, men yuqorida o'tgandagidek sababi o'xshab ketadigan nurg'un kasalliklarni bu turga kirgizish mumkin.
Undaqda bu ko'p uchraydigan o'ziga qarshi immunitet kasallari qaysilar degan vaqtida uning birinchisi lupus kasali. Men buni uyg'urcha nima deb bilmaganlik uchun mush inglizchadagi nom bo'yicha lupus kasali deb oldim. Ikkinchisi birinchi turlik diabet kasali, uchinchisi Graves kasali. Bu kasalnimi uyg'urcha nima deb ataydiganligini bilmaganligim uchun asli ingliz nom bo'yicha oldim. To'rtinchisi ish surak, beshinchisi teri qetishi bilish, oltinchisi revmatizmlik bo'g'im yallig'i, yettinchisi qurg'oq sindromi, sakkizinchisi Hashimoto qalqonsimon bez yallig'i. Bu odatdagi bez yallig'idan farqli bo'lgan, ya'ni badanning o'ziga qarshi immuniteti bilan munosabatlik kasallik bo'lganligi uchun bu doiraga kirgizgan. To'qqizinchisi muskul mag'dursizlik kasali, o'ninchisi ko'p qo'zg'alishchan qetishish kasali, 11-si reaksiyalik bo'g'im yallig'i, 12-si Addison kasali. Bu kasalnimi uyg'urchada nima deb tarjima qilganligini bilmaganligim uchun men inglizcha nomi bo'yicha Addison kasali deb oldim. 13-si kala tamratkisi, 14-si qon tomir yallig'i, 15-si yallig'lanishliq uchay yallig'i. Mana bular odatda ko'p uchraydigan badanning o'ziga qarshi immunit kasalliklari dairasiga kiradigan kasalliklar. Uningdan boshqa yana nurg'un kasalliklarmi bu kasalliklar doirasiga kirdi. Ham shundaqla tadqiqotchilarniki tirishchanlik natijasida burun diagnoz qo'yilmagan, bilinmagan yoki sabab aniq bo'lmagan kasalliklarningmi mushu xildagi kasalliklar turiga kiradiganligi ma'lum. Shu sababdan bu kasallik doirasiga kiradigan kasalliklar uzluksiz ko'paymoqda. Hamda bu allergiya va o'ziga qarshi immunitet kasalliklari yuqorqi sabablardan paydo bo'lgan nurg'unlagan kasalliklarni o'z ichiga oladigan. Undaqda biz ularni qandaq bir taraf qilamiz degan vaqtida birinchisi oldi bilan bizning qildigan ishimiz doktorga ko'rinib munosabatlik tekshirishlarni ilib berish orqali kasallikka aniq diagnoz qo'yish. Ya'ni oldi bilan bu shu allergiya va immunit o'ziga qarshi immunit kasal doirasiga kiradigan kasalmi yo'q. Agar shundaq bo'lsa, buningga ya'ni allergiyaga sabab bo'lgan omil nima degandagidek jihatlar tekshirish ilib berish orqali kasalga aniq diagnoz qo'yish kerak. Ikkinchisi allergiya manbasini, ya'ni nimaga reaksiya qilganligini aniqlab chiqish va uningdan keyin shuningdan saqlanish. Uchinchisi allergiya manbasi yoki reaksiya qilgan narsalarni tip chiqqandan keyin, ya'ni uningdan saqlanish, uningdan yiroq turish. To'rtinchisi allergiyaga qarshi dori ishlatish. Allergiyaga qarshi dorilarning ko'pinchisi kasalni davolamay, faqatla kasal alomatlarini yengiltadigan bo'lg'achqa u dorilarni ishlatish orqali kasallikdan tamamen qutulg'ili bo'lmaydi. Faqat kasal alomatlari yengillaydi. Odam rahat his qildi. Uni o'zil kasal yo'q qilish uchun eng muhimi allergiya manbasini tip chiqib, shuningdan saqlanish, shuningdan yiroq turish. Beshinchisimi, ya'ni amal yo'qning amali bo'lib, sezgurlikni tuvaltish orqali bu kasaldan ma'lum jihatda to'xtatqili, kontrol qilg'ili bo'lishi mumkin. Ammo bu jihatda yana nurg'un qiyinchiliklar bo'lganligi uchun ko'p ilgirlashlar yo'q. Oltinchisi kasal alomatiga qarata davolash ilib berish. Bumi amal yo'qning amali, ya'ni kasalni talto'kis tugatamagan vaqtida kasal alomatlarini tuvaltish orqali bemorni rahatlantirish. Yettinchisi badanning immunit kuchini bosadigan dori ishlatish. Bu bir amal yo'qning amali bo'lib, bu dorilarni ko'p ishlatgan vaqtida badanningki kasalga taqobil turish kuchi ozlab ketib,
bu kasalliklardan qutulgan taqdirda bosh kasalliklarga oson giribdor bo'ladigan ahvol shakllanadi. Ya'ni bumi aks ta'siri ig'ir bo'lgan bir davolash umuman qilib aytgan vaqtida allergiya va o'ziga qarshi immunitet kasalliklarini bartaraf qilish jarayonida bartaraf qilish jihatda ya'ni alohida unumlik bir davolash usuli yo'q. Buningda eng muhimi shu allergiya qilgan omillarni tepib chiqib, shundan yiroq turish balkim eng unumli bir davolash bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi tibbiy tadqiqotlarniki yo'linishi mushu kasallarga eng tez vaqt ichida unumli davo tepib chiqish bu jihatdan nurg'un tadqiqotlar elib berilyotidi. Men bu yerda bularni so'zlash orqali qarindoshlarga bu jihat ozroq tushuncha berish va o'zlariniki bu xil kasalliklarga giribdor bo'lgan vaqtida nima qilish to'g'risida ko'ngilda oz to'la son bo'lishni umid qilgan maqsadda men bu leksiyani so'zlab o'tdim. Bugungi bu allergiya va badanning o'ziga qarshi immunitet kasali to'g'risidagi bu leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tenini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.